ömürlerinizde rızkıların ulug' olsun. Mükemmel bir acayip adamı diyor. Ömrü kaldıyken. Bana farzandları var ekan, onası var ekan, ailesi var ekan, hammamiz unaqa birgalikda to'y-to'ychiqlarda birga bo'lib eslab yuramiz. Qilsin. Yo'li to'la nur bo'lsin, joyi jannat doimlarida. Jannatda nimalarida yayrab yurishni nasib qilgan bo'lsin ilohim. Alloh rahmatiga olsin. Mazlixon siz gapiravering. O'sha turmush o'rtog'im juda ajoyib inson bo'lganlar. Olijanob, saxiy, xushmuomala, bordi keldini o'rniga qo'yadigan mana shu opalar, opamlardan har doim palaqa so'rab turardilar. Jigarchilik, munosabatlarni ham juda o'rniga qo'yardilar. Tez xabar olishib kelardilar. Biz ham opamlar bilan oldindan o'sha nima bo'lib sammanga hech ham bormaganmiz. Mana hozir ham bordi keldimiz buzilgan yo'q. Mana bugun opam o'sha nevaralarini hozir to'yiga Sardorbiy to'yiga kelib o'tiribmiz. Mana hammamiz qarindoshlar birgalashib, yani eslashib, oldingi yaxshi kunlarimizni undan keyin ham har doim eslash, birga eslash nasib qilsin. Opam bo'ladilar. Ukam Nurdinjon dunyoda tengi yo'q insonida. Biz mana shu hammamizni birlashtirgan, hammamizga bir-birimizga yaqin qilgan inson Nurdinali bo'ladi. Shu o'tirganlarning hammasini ichidagi jiyanlarini, hammasini o'qitgan, olim ma'lumotli qilgan, shu kunlarda har bir joyda rahbarlik qilayotgan qizlarni o'stirgan, tarbiya qilgan. Jahonda bitta inson deb bilsak ham bo'ladi. Nurdinaliga hamma havas qilgan, o'zimiz ham, farzandlarimiz ham, hozirgi kunda hamma qo'ni-qo'shnilarimiz ham respublika bo'yicha har bir inson Nurdinalini nomini kengaytirishda yoki Nurdinga o'xshagan yigit bo'lishni orzu qilishadi. Endi jahonda bitta bo'lgan bu ukam umrlari, joylari jannatdan oxiratda obod bo'lsin. Biz uchun hech qachon o'lmagan, umri uzoq bilan. Farzandlari ham juda ham aqlli, esli va dadasini yo'lini tanlagan insonlar. Mana bir o'g'li Hojiakbar Nurdinni izidan ketgan, hozirgi kunda u ham Nurdinni ishlarini olib boryapti. Bundan keyin men o'ylaymanki, hamma farzandlari ham Nurdinni yo'lini tanlashadi. Albatta ukamday inson bo'lishadi deb o'ylayman. Mana bu yerda o'tirgan qarindosh urug'larni hammamiz albatta bu jiyanlarimizga omad tilaymiz. Mana bu bitta o'tirganlar hammasi jiyanlari, ukalar, singlilari. Mana bular ham o'zlarining gaplarini gapirsin. Muhabbat bilashadimi? Sizlar gapiring. Akam, rahmat qilsin. Nihoyatda mana opamlar aytishdi, ajoyib bag'ri keng inson edilar. Hech qachon unutmaymiz. Hamisha duodamiz. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Oilasi, farzandlariga Allohim sabr berib, akamning yo'lini bersin. Qolgan umrlarini mana shu kennoyimga bergan bo'lsin. Juda ham minnatdor biz. Nihoyatda chiroyli, odoblari ham chiroyli. Silay rahmni birinchi o'ringa qo'yardilar. Do'stlari nihoyatda ko'p edi. Hozir biror joyda bir borib qolsak ham darvoda men Nurdinni do'sti bo'laman deb hamma joyda do'sti chiqadi. Do'stni ham birinchi o'ringa qo'yardilar. Ilohim Alloh rahmat qilsin. O'zi bitta edi-yu, Gapiravding. o'zi bitta edi-yu, 10 ta yetadigan jigar bo'ladi. Endi Alloh rahmatiga olsin, oxirati obod bo'lsin. Shu o'tganlarni rahmat qilsin, qo'yganlarni salomat qilsin degandek hamma bola chaqalar salomat bo'lsin. Insof bersin hammasiga Alloh. Mas'uli bo'lsin. Shu Nurdinalni bolalarini boshqarib, bularni orzu havasini ko'rishini Mazroga nasib qilsin. Opa, pedvaldan tushyapman desa, nima qilay desam, nima qilib turay kelishing yesam non palov derdi.
To'ydan chiqishingga nima qilib qo'yay, nimadan kelishingga desam ertalab kuzatga turib. Nechida kelasan desam, mana u vaqtda kel, nima qilib turibsan? Mastava der edi. Mastava bilan non olib juda yaxshi ko'rardilar. Birarda kech paytga nima qilaylik? Bir yoqqa borsang, kelsang, yo'q ketishga shovla qilib turing opa der edi. Shovlani ham yaxshi ko'rardi, suyuq selli qilganda. Endi nima qilay? Asha keladigan bo'lsa yo'lda yo'q telefon qilib ashtaga gaplashardik. Kelib rosa gaplashib o'tirib bir yoqqa ketadigan bo'lsa, yo xizmatga boradigan bo'lsa, opam bu mahalda kelaman. Meni kutmang, uxlab, damingizni olib turing. Qayerda? Mana shu terrasada so'ri bor edi mana yoqda. Kitob Qur'on kitobni o'qib, darvozaga qarab o'tirardim, darvozadan katta ochib. Yo'q, Kelardi-yu. Opa hali uxlamadingizmi? Yo'q, seni kutyapman desam. Voy opajonim, doim shunaqa qilasiz, damingizni olsangiz bo'lmaydimi dedi. Yo'q, sen turganda menga dam kerak emas. Desam, bo'pti deb o'tirib 2 soat gaplashardik. Keyin endi opam men ham jicha dam olay, siz ham jicha dam oling, ha? Davidagi mana shunday katta uyga kirib ketardi. Ertalabga nima qilib qo'yay desam, mastava deb qo'yib ketib ketardi. Mana shu yerda o'tirganlar ichida hozir Nuriddinni ko'p yildan beri do'stlari bo'lgan, bordi keldi qilib turgan Qashqadaryo viloyatidan kelgan mehmonlarimiz bor. Mana Nuriddin Alini do'stini ayollari Diloraxonga bersak so'zi. Diloraxon mana ukam sizlarnikiga borganda sizlar bilan nechinchi yillar bordi keldi qilgan, shular to'g'risida gapirib bersangiz. Biz anchadan beri o'ylab borib keldi qilib turardik. Juda yaxshi inson edilar. Shu borganda bizdan turib, dam olib, keyin konsertlarga, to'ylarga chiqib ketishardi. Hurmatlari juda yaxshi inson edilar, hurmat qilardilar. Mana endi bolalari Manzura opamlar bosh bo'lsinlar, yaxshi kunlarni ko'rsinlar. Chevaralari ko'p bo'lib, shularning to'ylarini ko'rib turganlar. Nurban akani oxiratlari obod bo'lsin. Amin. Joylari jannatdan qilgan bo'lsin. Birgalikda. Men gapiring, odim ham gapirib. Men akam Rahmatli bilan Toshkentda birga ko'p yashaganmiz, kennoyim bilan, jiyanlarim bilan. Akam bebaho odam edilar, joylari jannatdan bo'lsin. Biz Nuriddin Haydarovni jiyanlari bo'lishda faxrlanamiz. Iloyim jannatlarda, Firdavs jannatlarida eng yuqori darajasida bo'lsin. Jannat bog'chalarida hammamiz jiyanlari, opalari, hamma qarindoshlar birgalikda bo'laylik. Akamda odam yo'q edi. Akam hammaga mehribon edi. Bizni to'rimizni ham Toshkentda oliygohda o'qitdilar. Bizni boshimizni siladilar. Ota-onada ota bo'ldilar. Men dadamni ko'rmaganman, akamni tasavvurida dadamni ko'raman. Ham dadam akamda odam bo'lgan o'ylayman. Juda ham bag'rikenglik. Joylari jannatdan bo'lsin. Qo'shniga rahmat, juda ham bag'rikenglik. Mana akamni soyasida bag'rida Toshkentda mana ham o'qitganlar. Kattaga katta, kichikka kichik bo'lardilar. Hammamizni tilimizni olardilar. Har kelganlarida eshigimizdan o'tkazib sino cholardi. Sinalarni tanirdim. Akam dirdimda uchib chiqarmiz. Vaqtlar erinmasdan biz bilan gaplashib, keyin dam olishga yotardilar. Agar dam olayotgan bo'lsalar, orada bitta boshlarini ko'tarib, opa dirdilar. Bu desa, ha shetdamiz deb yana uxlaverardilar. Yana bittasidan opa dirdilar. Ho Nuriddin Ali yugurib tursa, ha shetdamiz deb yana uxlaverardilar. Damini olib Nuriddin Ali, sen shetda bo'lsang hech qayerga ketmayman, shetda bo'laman desalar, ha shuna bo'lsin deb yana yotib damlar olardilar, deyni. Turib bizni qizlarni chaqirardilar har safar. Erimga gaplashib, bolalarimizni, meni o'g'lim ko'p edi, qator o'g'llarim terib olib har safar ularga hazil-huzul qilib gaplashib, erkalatib ketardilar. Yana hazillashib, qara, senda 4 o'g'il, menda 4 ta qiz deb shunaqa quvonardilar. Biz akam haqida qancha gapirsak, har safar gapirganimizda to'lqinlanamiz. Muhabbat sen gapir. Avvalambor Nuriddin akani Allohim oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannat bo'lsin. Biz tog'a demaganmiz, men ham katta opalarimni qiziman, aka deganmiz. Men Qirg'izistonga tushganman, Qirg'izistonda aka meni uzoqqa berasizlarmi desam, biz ham Qirg'izistonga borsak,
yotgan joy kerak bizga. Aka siz qachon qayerga borsangiz gostinitsa sizga tayyor desam, yo'q, o'zimniki bo'lsa oyog'im qo'lim uzatib yotaman-da. Shunaqa qilib Qirg'izistonga tushganman. Omilaki Qirg'izistonda ham juda ham akam hurmatlari baland. Mana rahmat sizlarga ham shunchalik sizlarning jamoatning shogirdlari, mana akam orqasidan shular mana hammasi borishgan, ko'rganmiz, mana hammalari shu Akbarobodda ham mana begonalar ham xuddi akam orqasidan yurganlar bizga qarindoshlar qolib ketgan. O'zingiz jamoatlarimiz hammamiz, ular hammamiz bir nimamiz, amma bachchalarning qarindoshlarimiz, lekin akam orqasidan yana ham xuddi o'zimizni tug'ishgan ukalarda qolib ketganda, ularchi ashna bo'lib mana YouTube'larda ko'ramiz sizlarga, sizga ham rahmat. Burun kelganingizda ham ko'rganmiz. Nimalarda Qirg'izistonda ham ko'rib turib, men aytaman bu akamning nimalari. Rahmat, hech qachon unutishmaydi bular. Deb turaman. Doim gapiramiz. Xo'jayinimga aytaman. Ular doim mana Jamoliddinnikida to'yda bo'lyapti. Asha aka, Sharxonli aka chiqargan bo'lsa deb doim gapiraman-da menchi. Xudoyim akamni, xudoyim oxirati obod bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Jannatlarda ko'rishaylik akam bilan. Akam bilan o'tgandan keyin ham faxrlanamiz. Hozir ham Nurda Haydar turmasimiz, janimiz, senisimiz, faxrlanamiz. Diyor, menga 10 kun eshittirishmadi. 10 kundan keyin eshitib qolib bo'lsa, Yig'lamayapti. mana opa, soppa-sog'man, hech nima bo'lganim yo'q. Mana ko'ring, hamma yo'g'im sog'. Deb quchoqlab pishib ko'rishdik, ancha gaplashib o'tirdik. 3 kun turib, opa keting, yana birovni bolasi yolg'iz, ikkita bola bilan. Opa boraverasiz, javob bo'lsa ham o'zim yetib boraman sizga. Sizni uyingiz menga sanatoriya dedi. Ha, yaxshi bo'lsa, javob bo'lsa kelarganim, qaytib keldim. Kelib yana chidamasdan 3 kundan keyin yana yetib bordim. Bir oy yotgan bo'lsa 6 martami, 7 martami boribman-da bir oyning ichida. Opa sizni qiynab qo'ydim, jon opa qiynab qo'ydim. Siz borib damingizni olib turing. Men o'zim ertaga javob bo'lar ekan. Yetib boraman Mazrurxon bilan dedi, unga ishonib. Ertasiga shunaqa bo'ldi, do'zaxga ketdim. Yana yaxshi umrlari uzoq bo'lsin. Mana ikkita o'g'illari Eng kichkina o'g'illari. Hojidan kichigimi? Ha, yaxshi. Merosxo'r, davomchisi, ukamning davomchilari. bolalar ham hurmat qiladigan borsak, chunki keyin ham yaxshi, mehribon, mehmon do'stlik uchun keyin ham orqasidan shu bolalar ham bizni hurmat qilishadi. Qizlar ham tug'ishganda, mana tog'amizning o'g'li demaymiz-da, jiyanlarimiz, jigarlarimizda bularchi, Xudoyim bularga ham umrini bersin, Xudoyim bularning kelajagini bersin. Oxirigacha hamisha shunaqa ketaylik, mehribon bo'laylik, Xudoyim bo'linglar. Sizlarga haqiga bitta duo qilib qo'yinglar, unga oq bo'lsin. Hammalarga rahmat. Xudo gapirsinlar, duo qilsinlar. Xudo gapirasiz. Opa, keling mehmonlik gapiramiz. Lois aytadi. To'g'rimi? Opa. Yo'q, sen aytasan. Amin. Tinchlik, xotirjamlikga shukrlar olsun. Allohim eng yomon kunlarni shunaqa kunlar bo'lib hamma chiroyli kunlar o'tishini nasib etadi. Nuriddin akani Allohim joylari jannat bo'lsin. Tanlar rohatda bo'l, amallarni o'ng qo'ldan bersin. Jamoat tomon ko'rgan nasib etsin. Pullarga hamroh qilsin. Og'ziki asar pullarga seyroq qilsin. Allohim hammalarga tinchlik, xotirjamlik kunlarda ko'rishni Allohim nasib aylasin. Nasha ayoli Mazrurxonni ham tanjonlari sog' bo'lsin. O'g'il qizlarning rohatini ko'rishlikni Allohim nasib aylasin. Mana hojonamiz ham tinch bo'lsin. Hammaga bosh qosh bo'lib, hammani birgalikda yig'ib terib yuriblar. Allohim ularga uzun rizqlarga baland bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Hammalarga rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmat. Hurmat qilib sizlarga Allohim omonatlarni bersin.